Alloh taolo bizga namoz o'qi dedi, lekin o'zi o'qimaydi. Iloh. Alloh taolo roza tut dedi, o'zi roza tutmaydi. Iloh. Alloh qaysi buyruqni bizga buyurgan bo'lsa, uni qilmaydi. Iloh, Robbil alamin. Ammo salovatni buyurib turib, aytayaptiki, men ham salovat aytaman Muhammad alayhisalomga deyapti. Tushunyapsizmi, qanchalar ulug' amal bu? Alloh va malaikalar payg'ambarga salovat aytadi, sizlar ham aytinglar deyapti. Bizga buyurgan mana shu amalini o'zi qilar ekan Alloh. O'zi bilgan, o'ziga xos bo'lgan suratda. Farishtalarning Muhammad alayhisalomga aytgan salovati duo. Muhammad alayhisalom haqqiga duo qilishadi, shu salovat deyiladi. Odamlarni Muhammad alayhisalomga aytgan salovati istig'for bo'ladi Muhammad alayhisalomga. Musulmon banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qancha ko'p salovat aytsa, shuncha o'ziga yaxshi.